sizni prokuratura, ichki ishlar va boshqa organlarga chaqirsa, bilib olishingiz kerak bo'lgan muhim huquqlaringiz. Avvalo bilingki, sizni kim chaqiryapti? Tergovchimi, tezkor vakilmi, profilaktika inspektorimi yoki boshqa shaxslarmi? Sizni kim sifatida chaqiryapti? Guvohmi, jabrlanuvchimi, gumonlanuvchi yoki ayblanuvchimi? Shuningdek, nima sababdan chaqiryapti? Ya'ni jinoyat ishi bo'yichami yoki tergovga qadar tekshiruv yuzasidanmi? Shundan so'ng iloji boricha o'zingizning shaxsiy advokatingiz bilan borganingiz ma'qul. Agarda o'zingiz borsangiz, avvalo huquqlaringizni bilib oling yoki huquqlaringiz tushuntirilishini so'rang. Gumonlanuvchi tariqasida chaqirilgan bo'lsangiz, ko'rsatuv berish yoki bermaslik huquqingiz bor. To'g'ri eshitdingiz. Ko'rsatuv berishga majbur emassiz va bundan bosh tortganligingiz uchun javobgar ham bo'lmaysiz. Bergan har bir ko'rsatuvlaringiz o'zingizga qarshi dalil sifatida foydalanishi mumkinligini unutmang. Siz kim sifatida chaqirilganingizdan qat'iy nazar advokat xizmatidan foydalanishingiz mumkin va advokat kelgunga qadar kutishingiz mumkin. Agar shaxsiy advokatingiz bo'lmasa, davlat tomonidan advokat jalb qilinishini so'rashingiz mumkin. Sizga taqdim etilgan har qanday hujjatlarga shoshma-shosharlik bilan imzo qo'ymang. Dastlab ularni diqqat bilan o'qib chiqing va undagi ma'lumotlar to'g'ri ekanligiga amin bo'ling. Zero birgina ko'rsatma sizning javobgar bo'lishingiz yoki bo'lmasligingizni hal etishi mumkin. Agarda sizni ushlab qolishsa, siz bu haqida yaqinlaringizga va advokatingizga telefon orqali xabar berish huquqingiz bor. O'z huquqlaringizga hech qachon va har qanday holatda befarq bo'lmang. Yuqorida aytib o'tilgan normalarning kelib chiqish tarixi mavjudligi haqida bilasizmi? Agarda bu haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring.